xavfsiraydigan qo'rquvlarning 80 yoki 85% umuman sodir bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu xatarni qanday yengib o'tdilar? Doimo asabiy, beqaror, zo'raki kayfiyatda, alamda va qo'rquvda yuradigan bo'ladi. Xafalikning hech bir foydasi yo'q deydi. Birozdan so'ng darsimizni tugatamiz. Agar har birimizdan so'ralsa, qalbingni egallagan va seni xavotirga qo'ygan qancha qo'rquvda yashading? Agar har birimiz qo'liga varaq olib, qachonlardir uni xafa qilgan va g'amgin qilgan ishlar ro'yxatini tuzib chiqsa, talay xavflarni sanab qo'yadi. Hatto bir necha varaqni to'ldirish ham mumkin. Ya'ni qo'rquvlar ortidan qo'rquvlar chiqaveradi. Eyin unga aytilsa, endi bu yozganlaringni birma-bir o'qi. Bu qo'rquvlardan qanchasi haqiqatda sodir bo'ldi? Gohida bittasi ham sodir bo'lmagan bo'lishi mumkin. Bir tadqiqot haqida o'qigan edim. Aytilishicha, inson hayoti davomida xavfsiraydigan qo'rquvlarning 80 yoki 85% umuman sodir bo'lmaydi. Bu Allohning tavfiqidir. Alloh sizga ruhiy barqarorlik va ichki jasorat beradi. Qarang, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu xatarni qanday yengib o'tdilar? U zot g'or ichida, tog'lar orasida, mushriklar qurshovida bo'la turib, hamrohlari quloqiga mahzun bo'lma, albatta Alloh biz bilandir deya pichirladilar. Nabiy sollallohu alayhi va sallamga bir necha yil xizmat qilgan sahobiy Anas aytadi. Ko'pincha Nabiy sollallohu alayhi va sallam bunday deyotganlarni eshitar edim. Ey Alloh, men sendan tashvish va xafalikdan panoh so'rayman. Hadisning davomi Sahih Buxoriyda keladi. Nega payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bulardan panoh so'raganlar? Chunki birodarlar, inson bu qo'rquvlar, alamlar, g'am tashvishlar va siqilishlar asirasiga aylansa, tirik o'likka aylanib qoladi. Doimo asabiy, beqaror, zo'raki kayfiyatda, alamda va qo'rquvda yuradigan bo'ladi. Tunu kun uyda-yu safarda, umrining har lahzasida bu qo'rquvlar ko'z oldidan ketmaydi. Vaholanki, ulardan hech biri sodir bo'lmagan bo'ladi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi va sallam inson ruhan dovuyurak bo'lishini xohladilar. Sahih hadisda kelganidek, agar bunday qilsam edi, shunday bo'lar edi dema, balki Alloh taqdir qildi va u xohlagan ishini qiladi deb ayt. Imom Ibn Qoyyim rahimahulloh xafalik mavzusida shunday fikr bildiradi. Qarang, Qur'on 604 betdan iborat. 1 bet, 2 bet, 3 bet, hatto 10 va 100, 200 bet emas, balki 604 bet. Ibn Qoyyim aytadi. Qur'onda xafalik faqat undan qaytarilgan yoki inkor etilgan ma'noda keladi. Ya'ni Alloh yo xafalikdan qaytaradi, yo uni inkor etadi. Alloh taolo aytadi: "Ey mu'minlar, suslashmanglar va g'amgin bo'lmanglar." Boshqa bir oyatda: "Ey payg'ambar, kofirlardan xafa bo'lmang."